Ey dadasi, qachon ishlarni tugatasiz? Bu uyda ish tugamas ekanda. Charchamayapsizmi? Charchamanman. Qo'shningizni qizini yo'qtirib qoldim-da, bitta chaqirib bersangiz gaplashsam. Gul chapchapti. Ha? Undan ham chiroyli qizlar bor, qo'shnilarim ko'p mani. Yo, o'sha gul chapchapni yo'qtirib qoldim-da. Endi uyimizni bu ahvolga chaqirib bo'lmaydi. Uyda bir shuvaylik, chiroyli qilaylik, keyin chaqirib kelaman. Ana shu loyni qurib tashlaking. Miltiqboy tog'a hammasini tayyorlab qo'ydim, loyla bo'ldi. Ishdan loy. Ha, endi o'tlarni o'roq bilan borib. Tog'a, shoshmang, qo'shningizni gaplashib bering. Assalomu alaykum tog'a. Mana o'zi ham keldi, tog'a, gaplashib bering. Mahalla bilan gaplashamiz. Mana shu o'tni o'raylik, yur. Miltiqboy tog'a o'tlarni yulib bo'ldi. Malades, zo'r. Tog'a, qo'shni qizni shu bugun chaqirib berish niyatingiz bormi, yo'qmi? Chaqirib beraman, jo'rajon. Mana shu yerda ishlab tashlaydi qiz saniki. Aniqmi? Tini. Dadasi bozorlik qilinmagan. Tez bozorga borib keling. Bozor mana uying tagida, 10 kilometr zinglatib borib kelaman. Xuddi mashinam bordek. Ye, shoshmay tur. Muxbirlar, hozir qizlar bilasan-ku, mashina yo yigitlarga tegmayapti, bilasan-ku o'zing ham. Nima deganingiz bu Miltiqboy tog'a? Trekkerga olganmi? Qanday qilib olding? Miltiqboy tog'a, Pastaramdagi avtomontanga keldim. Trekker oldim. Boshlang'ich 25 oyini to'ladim. 2 yillik rasroshkaga. Oyiga 6 million 400 ming so'mdan to'lab boraman. Hech qanaqa foiz qo'shilmaydi. O'zini pulini to'layman. Qo'shnining qizi 2 marta rozi bo'ladi bu qilig'ingga. Boshim aylanib, boshlang'ich 25 foiz to'lab tavqa olmoqchi edi. Qarasam, oylik to'lov 91 million so'mdan tushar ekan. Ha, radarga tushmaydi-da shunga. Tezlarda tez boy tushadi. Muxbirlar qayga? Qo'shnining qizini chaqirib kelaymi? Kerak emas qo'shni qizingiz, boshqa qizga uylanaman. Nasha, bu uyda ishi ham tugamay ekanda. Miltiqboy tog'a, charchamadingizmi? Charchadim, jo'rajon, charchadim. Qo'shningizni qizi bor-ku. Gul chapchap. Ha, o'shani yaxshi ko'rib qoldim. Uylanmoqchiman. Mayli. Shuni gaplashib bering. Lekin uyda bu ahvolga chaqirib bo'lmaydi qizni. Mana shu ishlarni qilaylik, qizni chaqirib gaplashib beraman. Maylimi? Davay. Faqat bitta shartim bor. Xo'sh. To'y tezlatmaysan. Tamam. Bang.